Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 11-may sanasi bo'yicha Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani shu Qozoqovul qishlog'idamiz. Hammaga shu taniqli bo'lgan qulupnay sohasidagi Namangan viloyatidagilarga shu taniqli bo'lgan birinchiliklardan shu Alba qulupnay ko'chatini o'sha eski sortlardan birinchi bo'lib o'sha Yevropa sortlariga o'tgan shu Elor akamni dalalariga tashrif buyurdik. Oxirgi marta shu 24-yil video lavha tayyorlaganimizda ko'pchiligiga foydali bo'lib, shu orqali shu viloyat qolgan viloyatdagilar bizdan ko'chat xarid qilib olishgandi. Endi bu joyini mana o'zlaridan yana shu 2 yillik natijalarini o'zlaridan shu joy so'raymiz. Assalomu alaykum. Elor aka, yaxshimisiz? Tuzimsiz? Sonlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Dehqonchilikka baraka endi, aka. Rahmat aka. Yaxshimisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Ha, rahmat. 24-yil qaysi oyda kelgandi o'shanda? Shu qulupnaylar tugab bo'lganda, iyun oylarida. hali ko'chat qilish jarayonlari boshlanmaganda. Ko'chatga harakat qilish jarayonlari boshlangan. Bu o'zi biz hozir qayerda turibmiz? Uchqo'rg'on tumanida hamma yoqda qulupnaychilar bor deydi. Men to'g'risini aytsam, hamma ko'pchilik yozishadi, ko'rishmaganman. Bizning ko'chat olganlar ham juda ham ko'pchilik. O'sha izohlarda o'zingizlar yozib qoldirsanglar, xursand bo'lardik. Ko'pchilikga e'lon qila olmadik. Telefon qilganlar bilan ko'pchilik bilan ko'rishmadik. Hozir shu Abdurash degan joylardan kelyapmiz. Bu hudud qanaqa hudud o'zi? Qarang, toshloq, hamma yoq tosh bo'yapti. O'shanda ham bizni yoritganda, yangi obunachilar qo'shilganda, ularga ham qiziq. Bu hudud Uchqo'rg'on tumanining Qozoqovul bilan Qayqit bilan chegaradosh hududi. Toshsiz joylarimiz ham bor. Hamma joyimiz Uchqo'rg'onda toshloq emas. Bu ilgarigi Norin daryosini o'rni bu joylar. Norin daryosi shu joylardan hozir biz dehqonchilik qilib turgan joylardan Norin daryosi oqqan. Keyin 70-yillarda ana shu yerni o'zlashtirish paytida keyin daryo bo'yidagi jarlik turpoqlarni shuni toshning ustiga yotqizib, ana shu planirovka qilib yer o'zlashtirilgan. Shu joylarda dehqonchilik boshlangan o'sha yillar. O'sha yillardan shu yerda sholi, bug'doy, taxminan 50 yillik atrofidagi narsani aytyapsiz, to'g'rimi? Oldin o'sha ochilgan yerlar shu yerlar. Sizlar shu mana shu местный aholisizlar, shu Qozoqovulda shu tug'ilib o'sgansizlar. Qozoqovulda tug'ilib o'sgan. Ota-bobolardan eshitgan gaplarni aytib berasiz. Ota-bobolardan eshitgan gaplarni. Bu asosan nima ekiladi? Bog'dorchilik menimcha yaxshi rivojlanmagan bo'lsa kerak, tegi shag'al bo'lgandan keyin. Sholi ko'p ekiladimi? Oldin yoshligimizda sholi ekilardi ko'proq. Keyin sekin-sekin bug'doy ekib ko'rilgan. Undan buyog'iga mana qulupnaylarni olib kelib proba qilib ko'rdik, ozgina 5 sotik, 10 sotik. Tosh bo'lgani bilan yer qotib qolmaydi. Drenaj yaxshi, suvni o'ziga yaxshi tortadi. Bir kun suv ochsangiz, ertasi kuni bemalol tushib yuraverasiz. Qulupnay yaxshi natija berdi. O'sha uyda toshsiz joyga ekilgandan nisbatan ham bu yerda nima deydi? Oldinroq pishadi. Yomg'ir yoqqanda qumloqni hisobiga qulupnay o'ta loyqa bo'lib ketmaydi. O'sha oldinroq pishishi shu toshlar qizdiradi-da. Toshlar qizdiradi. Bahor ertaroq keladi-da, yer vaqtliroq qiziydi-da. Ertaroq keladi. Qulupnay shirin bo'ladi qandaydir. Shu suv, mana shu suv tegida turmagandan keyin, to'planib turmagandan keyin, shu nam yo'qolib ketgandan keyin o'sha hisobiga ham shira yig'adi. Yana buni shira bo'lishining asosiy sababi siz daryo bor deyapsiz-ku, kechasiga juda ham salqinmi bu? Kechasi salqin bo'ladi. Shabada asosan salqinni shira yig'adi qulupnay. Asosiy sababi o'sha ham. Kunduzi issiq, kechqurun salqin. Bu mana yer maydoni o'shanda kelganimizda 40 sotikmi, qanchadir ekkandingizda 50 sotikmi-da? Birinchi yili o'sha hovliga ekkanman. 700 donani olib kelib sinab ko'rganman, 3 xil, 4 xil navlarda. O'sha olib kelib ekkanimizda klientlarga yoqqan. Birinchi hamma narsani ham sinab ko'riladi ozgina. Klientlarga yoqqan, bozorga olib chiqqanmiz. Uzoqqa chidamliligini aytgandan keyin ko'paytirib, keyin mana shu toshloq joyga 40 sotikka ekkanmiz. Hozir mana 2026-yilga kelib, hozir umumiy qulupnay maydoningiz qancha? Hozir 1 gektar oshiqchasi bor. Shu 1 gektardan 1 gektari to'liq alba navi, keyin 5 sotik kleri va 5 sotik murano navidan bor. Kleri muranolardan ham ekdingiz. Ular sinov uchun, ha? Ular sinov uchun ekildi. Bular ochiq daladami yoki uydami? Ular ham ochiq dalada shu sharoitda. Ularni qachon yaqinda olib keldingizmi? Nima bo'ldi? Natijasi qanaqa? Endi ulardan ko'paytiramizmi endi? Xo'p, kleri ham yaxshi nav ekan. Albaga nisbatan shirinroq tashqi ko'rinishi, lekin bahorda ozgina injiqliklarda bo'g'zi chirish holatlari kuzatildi klerida. Ildiz tizimi sal albaga nisbatan ildiz tizimi sal nozikroq uchradi. Men o'zimni tajribamdan aytyapman. Xo'p. Mevalari bizni klientlar uzoqqa olib boradi. Bu yog'i Sirdaryo, Samarqandgacha buni ana shu yashiklarda. Kleri alba borgan joyga klering bora olmadik-a.
albani ekaver degan maslahatni endi berdi. Ha, sizga? Ha, menga shunaqa dedi. Siz tajribangizda o'zingizning klientlari shunaqa deyapti. O'zimning klientlarim shunaqa deyapti. U klientlaringiz 1 yillik, 2 yillik klientlar emas. Yo'q, mana shu albani 2021-yil olib kelgan bo'lsak, bitta odam olib ketadi. Mana shu boshqa hech kimga berdirmaydi. Boshqa hech kimga berdirmaydi. So'raydi boshqa klientlar, bizga ham 500 kilo qilib ber, 300 kilo qilib ber, ortmaydi-da. 3 tonna chiqsa 3 tonna, puli naq bo'lsa, nima qilaman boshqa klient? Bitta odam bilan ishlagan yaxshi-da. Ha, yaxshi, barakasini bersin. Endi xo'p, buni ko'chatlarni qildingiz. Buni ko'chatni tayyorlaganingizdan keyin qaysi oy ekiladi bu yerda? Avgust oyida ekiladimi bu? Asosan avgust oyi ekiladi. Avgust oyini mana shu joyimiz avgust oyida ekilgan. Avgust oyining 7-sida ekilgan. Hop, sinovga avgust oyining oxiri sentyabrning 15-ida ham ekib ko'rdik, 50 sotigini. Hop. Ikkalasi ham yaxshi natijaga berildi. Ertaroq ekilgan nav hop, rivojlanish yaxshi bo'lib, hop, g'unchalash, haligi nimalar, bo'linishlari, qaynashlari yana ham hosildorlik yuqori bo'lib ketar ekan. Masalan, sentyabrning 15-ida ekilgan qulupnay 70 dona hosil beradigan bo'lsa, avgustning 7-si, 10-sida sal ertaroq ekilgani, ekilgani 2 barobar hosil soni ko'p bo'ladi. Faqat bir tomoni bor. Ham erta ekib qo'yib, uni qaynatib olib turib, o'shanga yarasha oziqa berilmasa, bera olmay qolsa, u qulupnay keyin mayda bo'lib qolishi mumkin. Ras erta ekkan odam oziqasini ham berish kerak. Berib qo'yish kerak. Go'ngdan bosish kerak, amofos, ras eskicha uslubda qilyaptimi? Shu yerni almashlab, yaxshilab boqsa, keyin yaxshi natijaga erishadi. Ko'pchilik so'rashadi-da bizdan-da, mana hozir o'sha Uchqo'rg'on tumanida ko'pchilik ekadi, tajribali dehqonlar juda ham ko'p qulupnay ekadiganlar, massiv ekadigan O'zbekistonda tan olish kerak. Hozirgi kunda o'sha Namangan viloyati bo'lib turibdi. Iminda u Namangan viloyatining ham o'sha bitta rayoni, sizlarning rayoningiz ekan. O'zi katta ko'p ekiladigan, to'g'rimi? Ko'p ekiladi, to'g'ri. O'sha usullar, mana shu eskicha usullardan ham shunaqa daromad olasizlar, to'g'rimi? To'g'ri. Mashina etaplarini ko'pchiligi mana hozir Surxondaryodan o'sha Teplisa issiqxona yo'nalishidagi bo'lgan shu Yusuf akam bilan ham biz hozir shu o'rganib yuribmiz, o'rtoqlashib yuribmiz. Bular hayron bo'lib qo'yapti. Hozir ariqdan suv qo'yganni ko'rishmagan, boshqa qilishmagan. Bu yerda hech qanaqa qiyinchiliklar tug'dirmaydimi? Xarajatlar qanaqa bo'ladi? Nima bo'ladi? O'sha narsalarni gapirib bersangiz. Ko'chat ekkaningizdan keyin suv qanaqa qo'yiladi? Nima agrotexnika qilasiz? Kultivatsiya qilasizmi? Go'ngga qachon solasiz? O'shalarni bir boshidan gapirib bersangiz, shu yangi kuzatuvchilar bor-da, mana 24-yildan keyin ulanganlar bor. O'shalarga qiziqroq bo'ladi. Endi asosan qulupnaydan yaxshi daromad olish uchun birinchi yerni har yili bitta yerga bosib 2 yil, 3 yil qulupnayni ekavermaslik kerak. Paftor yaxshi bo'lib qolsa, keyingi yil ham shu joyini ezib almashtirib ekib turish kerak. Almashlab ekish kerak. Masalan, bu joyning etagida ko'rinib turibdi, bug'doy poya bor. Bu yil qulupnaydan bo'shagandan keyin bug'doy poyaga o'rin almashib, qulupnayning o'rniga bug'doy ekasizlar. Qulupnaydan bo'shagandan keyin bug'doy ekiladi. Mosh. Qulupnaydan keyin mosh eksa bo'ladi. Bu bug'doygacha, bug'doygacha olinadi. Bitta mosh eksa bo'ladi, undan keyin bug'doy eksa bo'ladi. Birinchi o'rinda almashlab ekish kerak. Hop, yer tayyorlash jarayonlarida ertaroq harakat qilib, chirigan go'ylarni solib aralashtirsa bo'ladi. Hop, shu el qatori yerlarni haydab, biz asosan ariqlari 80 santimetrga agat olinamiz, agatlarimiz kengligi. Bu shu 80 santimetrga sizlarni agrotexnikanglar, traktoringlar shunga moslangan. Traktorlarni 80 ga moslaganmiz. 70 ekib ko'rdik, alba osilib bo'lishga moyil. Qolgan sortlarga qaraganda, o'zingizlarning eski jaydarilarga qaraganda. Eski jaydari, Charlie navlarini 70 ga ekardik. Unga bemalol siqilib qolmaydi, bemalol qolmasdi. Endi alba o'suvchan, halaklari bo'ydor, ildiz baquvvat. Ras bu yer suyib qolgandan keyin 70 ta odam yurgani ham yo'l qolmay qoladi. Ani teradigan idishlarni ham olib yurish qiyin bo'ladi, hosillarni bosib qoladi-da. Ishlashga sharoit bo'lish kerak. Shuning uchun 80 ga oldik, 80 ga. Har 25-30 santimetrga ekiladi. O 20 ga ekib qo'ysa, bu tiqilib qoladi. Alba navi 20 ga qalinlik qiladi. 25 va 30 yaxshi. 30 gacha, eng kami 25 dan 30 gacha ekiladi. Gektariga men bu yil o'sha 51 ming dona ko'chat ekkanman. O'sha 320 metrdan 40 ta agatim bor. Shu 50 ming, 51 ming atrofida ko'chat ekilgan. O'zi eng mana o'rtachasi ko'ryapsizlarmi? Biz sizlarga 120 lik o'sha chertosh siz bersak ham, 80 lik bo'lsa ham shu 51 ming ekilayotgan ekan. Biz o'sha eng kami 45 ming, 50 mingtadan 55 ming, 60 ming tubgacha tavsiya qilamiz-ku. O'zi 55 mingta rovni ketadi. 51 ming tub, 50 ming tub eng zo'ri.
qalin ham ekib ko'rdik. Bir yili probaga bitta yetdi. Qalinroq ham ekib ko'rdim, lekin u haqiqiy ko'chat rivojlangandan keyin kuzda bilinmaydi. Bahorda hosil beradigan paytda, terim paytida, havo aylanmay qoladi. Yengil yomg'ir, shudring bilan ham hosil havo aylanmagandan keyin chirish bo'lishi mumkin. Ana. Undan el qatori shu standart bo'yicha 25-30 santimetrga oralig'ini ekkan ma'qul. Xo'p, ekdingiz uni, avgust oyida ekdingiz. Keyin nima ishlovlar qilinadi? Sentabr oyida o'sha tesha chopuq qilinadi, boshqa qilinadi. U narsa men uchun yengil emas, hammasini bilamiz. Bu kuzatuvchilarga yengil edi. Endi asosan bizniki rasmana eskicha uslub bo'lgandan keyin, ekkandan keyin kuzgacha 2 marotaba, 3 marotaba tesha chopuq qilinadi. Traktorda kultivatsiya qilinadi. Traktorda kultivatsiya necha marta qilasiz kuzgacha? 3 marotaba, o'rtacha 3 marotaba. 3 marta. Har oy qilar ekansiz, bir oyda bir marta. Bir oyda bir marta. Bir oyda bir marta kakbalojni qilinar ekanda. Kech kuzda imkon bo'lsa, shu ariqlarni, suv oqadigan ariqlarga go'ngdan bosib, yana bir kultivatsiya bilan shu bilan qishga kirib ketadi. Shu go'ng solganingizdan keyin kultivatsiya qilasiz, aralashadi, keyin ariq olib qo'yasizmi? Ariq olib qo'yamiz. Ariq olasiz, keyin suv quymaysiz. Qishga Agar qish quruq kelsa suv qo'yiladi. Ba'zi yillari qish umuman qor, yomg'ir bo'lmay qoladi. Bir marta suv ochiladi. Keyin o't bosish jarayonlar bo'lmaydimi qishda? Yo'q, qishda asosan amal to'xtaydi. O't bosmaydi. Yo'q, men bug'doy simon o'tli chiqib ketish ehtimollari yo'qmi? Sizlarda bunaqa joylarda yo'qmi? O'tlar, unaqa o't yo'qmi? Bo'lib qolishi ham mumkin. Endi bizning hududlarda iminni qish kunida bosadi-da shunaqa o'tlar. Bu yerda ham bo'ladi unaqa narsalar. Shu erta bahor uyg'onayotgan paytida o'sha raps chiqadi, shu bug'doy simon o'tlar, o'shanaqa o'tlar chiqmaydimi? Chiqadi. Erta bahor. Keyin salafanni qachon olasizlar? Salafanni mulcha qilishni uje mana qishdan chiqdik. Yerlar yetilishdi, tushib ishlashni boshlashga sharoit bo'lishi bilan mart, aprel oylarida birinchi ishlovlarda sovuq urgan barglarini bitta qo'ymay olib tashlaymiz. Siz aytayotgan bitta ikkita o't chiqadigan bo'lsa, o'tlarini olamiz, tashib maydonni tozalab olib chiqib tashlaymiz. Agar yer qotgan bo'lsa, yengil yana bitta kultivatsiya, yana shu plyonkani tortib, traktorlar moslangan unga ham, yonini ochishga, ko'mishga traktorlar moslangan. Yo'q, mana buni plyonkani qo'lda tortasizlar. Plyonkani qo'lda tortib teshasizlar o'zingizlar? Qo'lda tortib teshamiz. Texnikalar ham chiqdi, lekin hozir sekin-sekin rivojlanyapti. Texnikada o'shani men qiziqyapti. O'shani ariq oborasizlarmi shunda? Traktorlarga moslangan kultivatsiyasini, yonini o'sha plionka qo'ymaydigan joylarini traktor olib beradi. Sizda bu narsalar videolari bor-a? Bor. Videolari bo'lsa, shu oraga qo'yib yuboramiz. Men o'sha ko'rdim, shu qulpinaning ustiga primoy tortib yuborishar ekan bular. Shu sovuq paytda uxlagan paytida shu plionka, pat plionka hisobida turaveradi-da bu. Undan keyin qulpina uyg'ongandan keyin teshib chiqasizlar qo'lda. Qulpina erta bahorda nima qilinadi? Ob-havoga qarab. Qizdirib turadi kamida. Agar gradus 25 gacha chiqib ketadigan bo'lsa, sirazi teshib chiqaramiz. Sirazi? Yo'q, havo salqin bo'lib turibdimi, qulpinaga yoqyaptimi? 5 kun, 10 kun turaveradi. Keyin undan keyin teshasizlar. Undan keyin teshib ungacha uyg'onib oladi, uyg'onib oladi. Tegida. Rostman uyg'onib oladi. Hali yerlarga amal kelmagan bo'ladi. Hali yerga amal kelmagan, lekin qulpinaga amal plyonkani tagida kelib oladi. Uje uni hamma ham unaqa qilish kerak emas. Unaqa bular hududida bular tajribasi ko'p, bular qilishadi. Agar buni suvda agar qilib qo'yadigan bo'lsangiz, nam yuqori bo'ladi, 20 gradus, 25 gradus sotilar-yu, o'zi quyosh tikkadan tikka tushsa bo'ldi, o'shani ichidagi baylarini chiritib ham qo'yish ehtimollari bo'ladi. U narsa kuzatilmaydimi sizlarda? Aytyapman-ku, juda ehtiyot bo'lish kerak. Plyonkani dimlagandan keyin ob-havo yaxshi bo'lsa, salqin kunlar bo'lsa, bir hafta, 4 kun, 5 kun tursa bo'ladi, lekin qizib ketadigan bo'lsa, sirazi teshib chiqarish kerak. Bu teshib chiqardingiz, teshib chiqargandan keyin bo'ldi, shu oziqa masalasi nima bo'ladi? U salafani tagida qanaqa qilib berasizlar? Plionka qilayotganda aytdim-ku, ariqcha ochiladi, ildizga yaqin joydan. O'shanda kultivatsiya qilinganda ochiladi. Kultivatsiya qilinganda o'zi tegida joy ochilib qoladi. Joy ochiladi. O'sha joyga gektariga bu yil o'zimning misolimda 350 kilo Qozog'iston amafosidan. 100 kilo kaliy. Xo'p. Solib, o'sha plyonkani tagida qolgan shu oziqasi. Bo'ldi, undan keyin shu tomiri tegiga. Ildiziga yaqin yetar yetmas joyda. Go'ng qancha go'ng solingan? Go'ng shu 50 sotikka 2 ta manda go'ng solingan. Gidetda shu 15 kubadan 30 kuba solinganda. 30 kuba 30 kuba 50 sotikka. 50 sotikka. Shu 30-35 kuba atrofida 50 sotikka solingan. Qulpinaning ichiga emas. Qulpina ekishdan oldin bu yerga makka ekkanmiz, makka ekishdan oldin solingan. Go'ngga? Go'ng. Amafosni nimaga kuzda solmasdan bahorda solasizlar? Kuzda ham solganmiz. Ham bahorda ham solasizlar? Bahorda ham solyapmiz. O'shanda 350 kilo gektariga amafosni 2 marta solishdami? 2 marta solishdi. 2 marta bo'lib berishdi. O'shani bir marta bo'lib berishni solsa bo'lmaydimi kuz oyida?
Endi kuzda ham fosfor kerak deb o'ylayman-da endi ildizni rivojlanib olishga. Yo'q, shu bahorgini ham shu kuzda berib yuborsangiz bo'lmaydimi demoqchiman. Bersak bo'lar endi tajribada-da. Yo'q, men o'ylashim bo'yicha shu kuz oyida berish kerak, qancha bo'lsa. Bahor oyida beradigan narsangiz faqat o'sha kaliyingizni ko'proq berishingiz kerak. Kaliyni ko'proq berib turib, o'sha azotdan sulfat amoniy, azot berasizlarmi sizlar? Sulfat amoniy, shakardori deyiladi. Shu sulfat amoniy bilan shu kaliyni berasiz. Kaliy dehqonobod kaliysidan foydalanasizlarmi? Kaliy, ha? Ha, o'shandan foydalaning bo'ldi. Ammo fossiz chunki kuz oyida berib karbamiddan kamroq foydalanish kerak. Yo'q, karbamiddan iloji bo'lsa umuman foydalanish kerak emas. Ko'p dehqonlarga maslahat, meva chiroyli, qattiq, uzoq yo'lga chidamli bo'lsin degan odam karbamiddan sal ehtiyot bo'lish kerak. Siz mana foydalangansiz, nima oqibatlarga olib kelgan o'sha narsa? Karbamiddan oldin yoshlikda bilmasdan mevani kattalashtirib yuborman deb solganda kerak bo'ladigan bo'lsa, meva uje idishga chiqmasdan shildirash holati bo'lgan. Oqib ketadi. Kunlar isigandan keyin karbamidning zahri bilan ildizlar shikast yetgani bo'lgan, palak tashlab yuborgan, ildizlarni kuydirib yuborgan holatlari bo'lgan. Erta kunda hosil bor, palak tashlash holatlari bo'lgan. Shuning uchun karbamid bilan bahorda hazillashib bo'lmaydi. U bahorgi narsa, bahorda, lekin kuz oyida bersa bo'ladi. Kuzda bersa bo'ladi. Kuzda havo salqin. Slitrachi? Slitra ham me'yorida berish kerak. Bahorda berasizlarmi, yo'qmi? Bahorda buyul bermadim. Faqat sulfat amoniy, amofos, kaliy. Shu o'rinda aytib o'tsak, Elor aka, mana shu hozir aytyapsiz, karbamid haqida, slitra haqida, sulfat amoniy haqida, amofos hammasini gaplashdik. O'sha mana Namangandan chiqib ketgan qulupnaylarni ko'ryapsiz, internetda nima bo'lganini, Rossiyaga yetib bora olmasdan pixlab ketganini siz aytyapsiz. Mana tog'radan dalani o'zidan chiqib, maydonni o'ziga yetib bormaydi, shivg'ilab ketyapti deyapsiz-ku. O'sha sababini. Shunaqa dehqonlarga nima deb qolasiz? Ilm kerakmi? Tajribaga o'sha ilmni yondoshib qilish kerak-ku, to'g'rimi? Tajribaga. Biz ham yoshligimizda biz o'zimizdan o'zimiz bu narsani bilib, o'zimizdan o'zimiz gapirmayapmiz. Biz buni qilib turgan ishni biz bosib o'tganmiz. Biz oldindan bosib o'tganmiz, o'shaning uchun ham aytamiz. Azotdan hazillashmanglar. Azot miqdori ko'payib ketadigan bo'lsa, har bitta kasallikni rivojlantirib yuboradi, tezlashtirib yuboradi. To'g'ri. O'sha mana bu yil shu chirish anaqalari bo'ldimi? Sizda ginilla bo'ldimi? Menda pashta 5%, 4% dan oshgan yo'q. Ko'ryapsizlarmi yurtdoshlar, mana bularda tajriba bor, ilmni aralashtirib qilganlar uchun yog'ingarchilik hisobiga bo'ldi. 5%, 4% deyaptilar. Azotdan bahor oyida umuman foydalanmanglar deyaptilar. O'zingiz nima deb qolasiz shunaqa qiladiganlarga? Semirtirish maqsadida mana karbamid beriladi. To'g'ri usulmi, to'g'ri emasmi shu? Karbamidni bahor oyida tavsiya qilmayman dehqonlarga. Karbamiddan o'rniga sulfat amoniy bor. Hop, masalan, kuzda bersin, o'sha amofosni bersin, chirigan go'nglar solinsin. Kuz oyida karbamiddan bersanglar bo'ladi. Kuz oyida karbamiddan bersin. Slitrani ham bersanglar bo'ladi. Azot chunki ekilgandan keyin shu vegetatsiya uchun, o'sish uchun kerak bo'ladi. Lekin bahor oyida hosilni katta qilaman deb azot bilan hazillashib bo'lmaydi. Bu hosilliklar uzoqqa ham yetib bormaydi. Bu tadbirkorlar jabr ko'rib qolishi mumkin. Faqatgina kaliyni o'rni muhim. Sulfat amoniy deyaptilar. Sulfat amoniy ham azot hisoblanadi, faqat sulfat formulasida kelgan bo'ladi. Tushunaman. O'shaning uchun mana sulfat amoniy bilan va kaliydan foydalanaman deyaptilar. Kaliy mana shu qo'ni-qo'shnilaringiz ishlatadimi, yo'qmi? Mendan so'ragan, ixlos qilgan insonlarga aytaman, kaliy ham solinglar. O'zi umuman ko'pchilik ishlatmaydi, qo'shmaydi. Ko'pchilik ishlatmaydi-da. O'zi eski dehqonlar mana asl dehqonlar deyishadi. Mana bizda ham bor, kaliy degan narsani bilishmaydi, to'g'rimi? Faqat shu fermerlar amofos ishlatadi. Dehqonlar faqat slitra karbamid ishlatadi. Shunaqa kaliydan slitra ham karbamid ham ikkalasi ham azot o'zi. Kaliyni o'rni ham juda kerak qulupnay uchun. Ayniqsa bahorda mevalar qattiq, shirin, yaltiroq bo'lish uchun mening bilishim bo'yicha kaliy ham kerak. Ha, обязательно ves olish uchun bo'ladi. Maza ta'mi uchun, bleski uchun. O'zi aslida mana hozir endi aytyapsiz, gaplashyapmiz, shu 1 gektar maydoningizga 50 sotikin tomchilatib sug'orish qilaman deyapsiz-ku, kalsiyni ham o'rni muhim. To'g'ri. U narsalardan sizlar qolgan meza elementlardan foydalanmaysizlar. To'g'ri. Endi shunaqa ilmiy yondashadigan bo'lsanglar, chunki o'zi sizlarni yana katta yutug'inglar bor. Sizlardan kelayotgan ariq suvinglar, shu daryoning suvi o'zi minerallarga boyingan bo'lgani uchun ham uncha-muncha elementlarni yopib borishadi. Tushunaman. Mana endi shunaqa joyiga ham xato qilib qo'yayotganlar bor ekan-ku, to'g'rimi? Ha. Shu undan keyin mana shu terim jarayoni keldi. Bahordan terim jarayoniga keldinglar, to'g'rimi? Ha. Terim jarayoniga kelganingizdan keyin qaysi paytdan boshlandi? 10-apreldan boshladingiz. Ha, bu yil ertaroq, 10 kun erta boshlandi. 10-apreldan terimni boshladik. Bu yil bugun mana Xudo xolasa 1 oy bo'pti.
hali ham terim jarayonlari ketyapti. 10-may holatiga 2026-yil. Bir oydan beri terib sotilyapti. Allohga behisob shukr bergan ne'matiga. Birinchi terimiz 10-aprelda pishdi. Shu Murano bilan Kileri ham o'sha paytda pishdi. Bir xil paytda pishdi deyapsizmi? Ha, teng pishdi hammasi. Men uchun pashta unaqa farq bo'lmadi. Unaqa juda bir hafta oldin yo bir hafta keyin degan farq sezganim yo'q. Murano, Kileri, Alban. 1 gektar maydoningizdan o'sha nechinchi terimda o'sha massiv hosilga terishga boshladingiz? Nechinchilarga bordi? Maydondan 4-chi terimdan rost mana massaga kirishni Bu boshladim. qaysi chislalar bo'ladi? 15-chi, 20-aprel holatlarida massada chiqadi. Shu 5 kun 10 kunning ichida massaga kirdingiz. Birinchi terimiz necha kilo bo'ldi? Keyin shu massa paytida necha kilo bo'ldi? Eng ko'p terilgan kilosi bor. Birinchi terimda 1 gektar yerni 15 ta odam bilan oralab chiqqanmiz, 150 kilo chiqqan. Endi birinchi terimda o'zingiz bilasiz. Tushundim. Ikkinchi terimdan 2 barobar ko'paydi. Xo'p. Uchinchi terimdan uje 1 gektar yerni 15 ta odam terib tugata olmaydi. Uje 2 bo'lib teryapsizmi? 3-chi, 4-chi terimdan 50 sotigini bir kun, 50 sotigini bir kun. Xo'p. Mana hozir 50 sotigini hozir bugun kechgacha terim bo'ladi. Xo'p, shu paytda eng ko'p tergan paytingiz uje tonnasi uje eng zo'r joyiga keldi, qiziq joyiga keldi. Shu qancha kilo terdingiz shu 50 sotikdan, yarimidan? Bir kunlik terimiz qancha kilo bo'lgan? Yarimidan 1 tonna 350 kilo. Ko'p terilgan kuni shunaqa ham chiqdi. O'shanda 50 sotigidan. 50 sotigidan. O'shanda 2 ga ko'paytirsa 2,5 tonna bo'ladimi? Ha, 2,5 tonna bo'ladi gektarda. 2,5 tonna 1 tonna 350 bo'lsa 2 tonna 700 da bo'lar ekan, to'g'rimi? 2,5 tonna bo'ladi. O'sha paytda eng massa tergan paytingizda narx-navo qanaqa edi? 30 mingdan kam emas edi. Ha, 30 mingdan kam. O'sha 20-aprelga to'g'ri keladi o'sha gaplar. 20-aprellarda. 30 mingdan kam sotilmadi. 30 mingdan kam sotilmadi. Hozirgi mana o'sha 1 oylik natija mana 1 oyga tushib qoldi. O'shanda necha kilogacha teryapsiz hozirgi paytda? Avval kuni terdik. 750 kilo terdik. 1 gektarni hammasini oxirlab qoldi-da. Oxirlab qolgandan 750 kilo teryapsiz. 750 kilo terdik. Hozirgi shu bugundagi 11-may sanasidagi narx-navolar qanaqa bo'lyapti? Hozir narxlar qulpinay maydalashdi-yu, talab kuchli xalqda. To'g'risini aytish kerak, bu Uchqo'rg'onliklar ham biladi, Qayqalilar ham biladi. Charli Jaydar qulpinaylar tugadi. Bu Alba xudo berib chiqib turibdi. Yana 2 terim bor deyapsiz, o'zingiz mana hosillarni ko'rdingiz. Uje 22 mingga ham tushgandi. Bir hafta 10 kun oldin. Albalar. Hozir 30 mingdan kam emas, hozir mana shu yashikdagi qulpinaylar. Daladan sotilishi 25 ming, 30 mingdan kam emas. Kamligini hisobiga? Bozorda yo'qligini. Bozor talab kuchli. Mana ertalabdan beri juda ko'pchilik qulpinay so'radi. Hozir aytib o'tdingiz, Jaydari Charlili tugadi dedingiz. Jaydari Charlili shunda tugashining sababi vaqtliroq pishdimi albatta? Nima sababdan? Yoki bir xil vaqtda pishdimi, yoki kechroq pishdimi? Vaqtli tugagani. Endi Jaydari Charlilar ham aprelni 8-chi, 10-chisida terish boshlangan. Baravar chiqdi, to'g'rimi? Pashta baravar chiqdi. Lekin ertaroq tugadi. Ertaroq tugadi. Narx-navosi siz 30 ming sotgan paytingizda u sortlar necha bo'ladi o'sha paytda ichki bozorda? 5-4 so'm sal arzonroq sotiladi-da. 5-4 ming arzonroq bo'ladi. 5-4 so'm arzonroq bo'ladi. Mana shu bu bugungi holati. Mana shu oxirgi terimlar maydalashgan, aralash holatda solingan shu yashikka. Mana shu maydalashgan holatini ham mana ko'ryapsizlarmi? Maydalashgan holati ham 15-20 gram bo'lsa kerak bular. Ha, o'rtacha. Mana yurtdoshlar qaranglar. Zo'r. Qani endi Kileri bilan Murano haqida aytadigan bo'lsak, o'sha 5 sotiga ekdim deyapsiz. Ko'paytirishmi niyat nima bo'ladi endi u joy? Kileri ham, Murano ham yaxshi-na. Ko'paytirasizmi u keyingi yilga yoki o'sha holicha qoladimi? Undan juda ko'paytirmayman. Ha. Undan shu 20 sotik, 30 sotikka ko'paytirib qo'yish. Massaviy bari albaniy ko'rasiz. Massaviy uzoqqa eksportga tortadigan endi shuni talab qilyapti-da bizdan. Hozir shu Kileri ham Murano ham yoqdi, shirini, mazasi yaxshi-yu, lekin bozorning talabini hozirgi kunda shu Alba bo'lib turibdi. Alba, Kileri Albani bosib ketyapti-da klientlar. Lekin hozir ko'pchilik aytadi, kisli anaqa nordonligi bor deyshadi. Undan ko'pchilik Albani ham har kuni termasdan 2 kun o'tkazib terishsin. Sal kamsuvroq qilsin. Shirin beradi. Mazasi keladi. Mazasi keladi. Maza tam bo'ladi. 2 kunda tersin, 2 kun o'tkazib tersin, ob-havoga qarab, 3 kunda o'tkazib tersin. Yo'q, u tomonlama sizga jalba tegmaganmi demoqchiman-da. Jalba tegsa, o'sha shirinidan olaversin. Lekin sizda narsa bo'lmagan, muammo bo'lmagan. Achchiq ekan, nordon ekan degan gap yo'q.
Faqat buni ustunligi nimada deb o'ylaysiz? Faqat hozir shu yo'lga chidamliligi bo'yicha bo'lib Yo'q, turibdimi yoki palagini- ko'rinishidami? Ko'rinishi ham, hop, kechki paytini mashinaga chiqqanda shu qulpinay bizni daladan chiqdimi deysiz-da, mashinani svetida sotgingiz kelmay qoladi-da. Yaltirab turishida. Ha, bleskida, ya'ni Bleskidan. qolgan navlarga qaraganda. Palagi ham kasallikka ham uncha-muncha o'rgamchakkana deymi, shunaqa kasalliklarga ham chidamli-da. Chidamli, Ildiz qolgan baquvvat. navlarga Ha, qaraganda. qolgan navlarga. Mana hozir uyingizda ham o'sha tajriba maydonchasi qilib ekdim deyapsiz. O'sha uyga ekkan ikkita navingizni ham mayli etmaymiz. Mayli etavering, nima sortligini ham u bo'ladi. Mana shunaqa baquvvatmi? Anaqasi ko'rinishi, hosili, ularni yili yangi oxirgi chiqqan sortlar-yu. Endi o'sha ikkita navni ham olib keldim. Endi kechroq olib keldim. Ko'chat defisit, kam yo'q. Hop. Yangi aha. nav bo'lgani uchun o'sha 2020-yil chiqqan deyishdi, navlar, yangi pokoleniya ekan. Aha. Hop, menimcha endi mevalari haqiqatan shirin ekan. Ha, albaga qaraganda shirin. Albaga qaraganda shirin, yirik bo'lar ekan. Ko'rinishi ham chiroyli. Ko'rinishi ham chiroyli. Hop. Endi dalada sinab ko'ramizda, keyingi yil kelsangiz aytaman. Yo'q, hozir men uyda mana shu albani ham uyda sinagansiz-ku, kileringlarni ham ekkansiz-ku. O'sha qay darajada bo'lgan? Yaxshi bo'lgan, alba ham, uyda ham yaxshi. Yo'q, hozir ekkan sortingiz sal silabroq ekan, anaqaga moyilroq ekan deyapsiz-ku. Endi barglari sal albanikiga nisbatan nozikroqqa o'xshayapti. Ha. Endi solishtirganingizda Solishtirganimda o'shanga. Endi dalaga olib chiqqaningizdan keyin, ochiq maydonga dalada. chiqqandan keyin ma'lum bo'ladi. Jangda ma'lum bo'ladi-da. Mayli, charchamang. Elyor aka barakasini bersin. Rahmat. Planlar qanaqa endi bu yilga? 27-yilga qancha maydonga ekishga rejalashtiryapsiz endi? Oldin 50 sotiga ekardik. Bu terib uspet qila olmasak kerak. Mehnat og'ir deylardi. Sotgan o'ylanarsiz endi qarash, ekish Bozorini. Ha, bozorini o'ylardingiz. Lekin ras bozor tortyapti, mana bu yilgidaqa ob-havo yaxshi bo'lsa, tinchligidan berib tursa, 2 gektar, 4 gektarda ham bemalol eplasa bo'lar ekan. Hozir biz aka-ukamiz qiladigan ish shu. Qozoqqa chiqmaymiz, Rossiyaga chiqilmaydi. Shu aka-uka ikkita xonadon, oila, ota-onani shuni orqasidan tirikchilik o'tyapti, Xudoga shukr. Qulpning orqasidan. Qulpning orqasidan. O'zingizning mahallangizda yana? O'zimizning mahallada, bola chaqa yonimda ana aylanib yurishibdi. Ko'pchilik mana hozir asosan shu vodiyda ham ko'p, voha tomonda ham ko'p. Mana shu menga ko'pchilik yozadi-da, anaqadan izohlardan yozishadi. Shu ko'chat olsam, boshlasammikin, boshlamasammikin deb ikkilanganlar juda ham ko'p. Shunaqa hamyurtdoshlarimizga nima deb qolasiz shu migrant bo'lib ishlab yurganlarga? Shu ishlashadi-da, 1 yil ishlashadi, 10 ming, 15 ming, 20 ming dollar topishadi-da, yo kelib, yo to'y qilishadi yoki mashina olishadi, yo nimadir qilishadi. Bu sohaga kirsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Dasmoyani qilishsin, chetda ishlamasin demayman. Dasmoyani qilib, ozgina masalan, boshlanishiga ko'p emas, hududida sinab ko'rsin. 5 sotik. Kamdan, ozgina joydan. 5 sotikdan sinab ko'rsin. Ha. Ozgina bu dehqonchilikka bu nima 9 oy sabr qilish kerak. Shu tomonni aytib qo'yish kerak. Bu bugun eksangiz 10 kundan keyin hosil beradigan narsa emas. 9 oy sabr qilib ozgina qishki kunida tishga qo'yiladi. Bahorda Xudo xolasa, Alloh berib qolsa yaxshi bo'ladi. Mevasini beradi. Mevasini beradi. Bizda shu Toshkent viloyatida bor, Oqqo'rg'on tumanida, Samarqand viloyatida bor. O'zligisi chet davlatda ishlashadi. Shu xonadonligisiga olib, shu fundament qilib yurishibdi. Lekin o'zligisi ishlab yurishibdi. Hovliga 1 yil, 2 yildan beri ekib ko'paytirib yurishibdi. Tajriba qilib, birov mana Surxondaryoda teplisalarni qurib yuribdilar, Baxtiyor ekan. Teplisalarni qurib, ochiq maydonga 10 sotik, 15 sotik matchnilarni ekib, nimaga ertaga kelsam, Rossiyadan kelsam, yoki Koreyadan kelsam, joyimni tayyor uchastkani fundamentini quyganday qilib, fundamentini quyib, tajriba orttirib, turishibdi. Ertaga kelaman, qiyinchilik tug'dirmayman deyaptilar-da. Ertaga shapet hamma ishni tashlab kelgandan keyin siz aytganingizdek 9 oy buni kutish degan narsa bor. U uncha-muncha kelib turmagandan keyin, u pul kelib turmagandan keyin 9 oyda yashash ham qiyin O'zbekiston sharoitida. Shuning uchun ham sekin-sekin shunaqa qilib o'tib olishsa bo'ladi. Har bittan tom orqasida borku 10 sotik bormi, 5 sotik bormi, sinab ko'rsin hamma ham. Eplasa, yaxshi natijaga erishsa bo'ladi. Yashang, ko'rdinglarmi yurtdoshlar, mana hamma Elyoridagi shunaqa fikrlab, shunaqa o'zimizning yerlardan ham shunaqa katta daromad qilsa bo'ladi. Yana ham bundan yangi sortlarni, yana men aytolman, sortingizni, navingizni yangilang deyapman. Yana keyingi yil solishtiradilar o'zlari. Keyin yana shunday xolis kelib, o'zlarining fikrlarini olamiz. Xuddi shunaqa qilib, bular hozir faqat ichki bozorni o'ylashyapti. Faqat ichki bozorni. Agar sizlar eksportga chiqadigan bo'lib qolsangiz, biz O'zbekiston nomidan mana shunaqa navlarni qiladigan bo'lsak,
siz 1 gektarni 3-4 gektar eplay olmayman, sota olmayman deyapsiz ichki bozorga. 10 gektar, 40 gektar ekadigan bo'lsangiz ham dunyoning bozori juda ham katta deb aytaman-ku. Buni faqat bu uchun birlashish kerak, tamom. Va agar birlashmasdan hech kim bir-biriga o'rgatmaydigan bo'lsa, bu natijaga erishish qiyin. Bir o'zim mana 5 gektar ekdim, uni 10-15 gektar qilishim mumkin, lekin u bitta odam bilan ish bitadigan joy emas. Tushunaman. Shuning uchun mana ko'zingiz ko'ryapsiz-ku, lekin faqat mashinavlarga o'tadigan bo'lsa, bu aniq 50% hosilini ko'p beradi jaydarlardan deyapsiz. Narxi qimmat deyilyapti, yo'lga chidamli deyilyapti. Bitta bu alba emas, qolgan Yevropaning sortlariga, Amerikaning sortlariga уже o'tadigan payt keldi, to'g'rimi? Shu eskilik sathidan ham уже voz kechadigan paytlarimiz keldi. Qulpini ekayotgan insonlarga tavsiya qilaman. Ras o'sha eski navlarga ham o'sha mehnat qilyapsiz. Buni bir ortiqcha bir rasxoti yo mehnati yo'q. Yangi navlardan ham sinab ko'ring. 10 sotikka, 5 sotikka olib ekib ko'ring. Keyingi yil xulosa o'zingizdan. Mehnati bir xil. Mehnati bir xil. Ikkalasiga ham bir xil mehnat qilinadi. Ikkalasiga ham mehnat. Bir xil soliq to'lanadi. Bir xil soliq, bir xil suv beriladi. Faqat shu ko'chatning narxi deb bo'lyapti, ozgina o'shanga ikkilanishadi. Uni ham 1 yil qalampir chaynab olasiz xolos. Keyin kallani ishlatsa o'z-o'zidan ko'chat chiqarsa bo'ladi. Har yili sotib olinmaydi buni ko'chat. Siz mana hozir ko'chatni birinchi yilini olgansiz, necha pulni olgansiz? 4 ming so'mmi, 5 ming so'mni olgansiz? 4,5 ming so'mni olganman. 4,5 ming so'mdan oldingiz. O'shani afsuslanganmisiz, afsuslanmaganmisiz? Bir dona ko'chatni 4,5 ming so'mdan olganman deb aytib turibdilar. Bir dona ko'chatni yo'lda olib kelayotganda o'ylaysiz, shu o'lib qolsa nima bo'ladi deb. Ikkita dagi 4,5 mingga oldimmi deb o'ylaganmiz. Keyin uni natijalarini ko'rgandan keyin Allohga shukr, yaxshi ham olgan ekanman degan fikr bo'ladi. Xo'p, mana siz o'sha 4,5 ming so'mdan olib ekdingiz, uni ko'paytirdingiz, uni rezultatini ko'ryapsiz. Sababi siz buni sotdingiz, cho'ntagingizga soldingiz deb pulini-da. To'g'ri. Lekin mana hozirgi kelayotganda, yo'lda kelayotganimizda gaplashdik-ku. O'tgan yili ko'chatlarni bekorga ham berdim, tarqatdim. Hosilini hosil paytida pulini bersang ham bo'ladi deb. Mahallada oshna-og'ayni, o'sha dehqonlarga pulim yo'q edi deganlarga, ol oshna-og'ayni, ek. Xo'p, lekin qiziqib o'zi yurakdan kelmagan hech kim, Yurakdan kelgani ham bor. Yurakdan kelgani bor. Ko'chat tayyorlab berdim kasetada. Hammasi rahmat, xursand. Mamnun hozir. Mamnun xudolar. Ular hammasi o'zi qulpinaychilar. Hammasi qulpinaychilar. Yo'q, prosta aytmoqchi bo'lganim, o'shalar ham qilishsa bo'lardi-yu shuncha paytdan beri. Yangi sortlik o'tishsa bo'lardi-yu demoqchiman. Sizga mana qulpinay paytida olmasdan turib ertaga shu bekorga shundoq berdim, o'sha paytda bersang ham bo'ladi deb, sababi o'shalarga navga o'tishiga sababchi bo'lay deb harakat qilgansiz, to'g'rimi siz? Ras mehnat qilyapti, ko'raman-da. Ozgina mehnat qilyapti-ki, bekorga yurmagin deb degan maqsadda shu ham tirikchiligini yangi o'g'lasin, mayli 1 yil kutsam ham ko'chatni pulini. Beryapti baribir, qochib ketmaydi. Mahalladoshim, qishloqdoshim, nima bo'libdi? To'g'ri. Shu rivojlansin qishlog'imizda, chunki buni hosilini so'rayotgan ko'p-da. Telefon teramiz, alba. O'shalarga ro'para qilaman, mana alba olinglar deb. Siz o'zingizdan bar yetkazib bera olmaysiz. Bitta klientdan ortmaydi, men yetkazib bera olmayman. Ko'rasizlar, yurtdoshlar bu yerda birlashish kerak deyman, uni bekorga yetmaymiz biz. O'sha birlashish mana shundan boshlanadi. Mana biz agar ko'proq qo'ni-qo'shnilar eksa, fura kelib, bozor katta bo'ladi. Bozor katta bo'ladi. Bizda o'zbekchilikda nima degan narsa bor, bilasizmi? O'sha ko'payib ketsa narx tushib ketadi, meni rizqim tiyilib qoladi degan narsalar bor-da, karvon ko'p rizq tarqatishmaydi, bilasizmi o'zingiz ham. O'shaning uchun qancha ommalashsa, qancha ko'paysa, shuncha narxi ham yaxshi bo'ladi, fura ham keladi, tortim ham shunga yarasha bo'laveradi. Karvon ko'p, rizqi bo'ladi. Qancha ko'paysa yaxshi, shuncha yaxshi bo'ladi. Biznesmenlarga ham yaxshi. Ulashish kerak. Buni buni orqasidan izlanishni to'xtatib qolish kerak emas. Mana Elyordan bitta misol. Mana hozir shu holatida ham 4 xil, 5 xil navlarni ekib, bu yerdan uyidan sinov qilib, dalaga olib chiqyapti. Dalada sinovdan o'tmaganni kamroq ekadi, sinovdan o'tganni ko'proq ekadi. Shunaqa qilib, eskicha stilda ham, eskicha usulda ekilsa ham, aradan suv qo'yib bo'lsa ham daromad olib turganlar mana bir qancha. Yana joyligisi bilasizlar, sizlar hammanglar. Bu Toshloq shag'al joy. To'g'rimi? To'g'ri. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Elyor aka, rahmat kattagon, dehqonchilikka baraka bersin. Rahmat, xush kelibsizlar.